O'g'lim, donoligimga e'tibor ber. Aql idrokimga quloq sol, toki fahm farosating yo'qolmasin, biliming saqlansin. Buzuq ayolning tilidan bol tomadi, so'zlari malhamday yumshoq, ammo oqibati zaharday achchiq, xanjarday o'tkirdir. Oyoqlari o'lim tomon yuradi, qadamlari o'liklar diyoriga yetaklaydi. U hayotga olib boradigan yo'lga e'tibor bermaydi. Yo'llari beqaror, o'zi buni bilmaydi. O'g'lim, menga quloq sol. So'zlarimdan chiqma. U ayoldan uzoqroq yur. Uning eshigiga yaqinlashma. Bo'lmasa, o'z obro'yingni begonalarga, hayotingni yovuzlarga bergan bo'lasan. Boyligingdan begonalar bahramand bo'ladi. Mehnat bilan topgan mol-mulking o'zgalarning uyida bo'ladi. Umring oxirida vujudingu tanangdan asar qolmagach faryod qilasan. O'shanda shunday deysan: men intizom va tanqiddan qanchalik nafratlanar edim-a? Na ustozlarimga, na nasihat berganlarga quloq solibman. Ana oqibat, jamoa orasida halokat qirg'og'iga kelib qoldim. O'z sardobangdagi, o'z qudug'ingdagi suvni ichaver. Buloqlaring tashqarida, irmoqlaring ko'chada oqsinmi? Uni begonalar bilan baham ko'rma, faqat o'zingniki bo'lsin. Bulog'ing suvlari muborak bo'lsin. Ko'z ochib ko'rganing bilan quvongin. Jozibali ohu va go'zal kiyik, uning og'ushi seni qoniqtirsin. Doim uning sevgisi bilan qanoatlangin. Nega endi o'g'lim begona xotinni ko'ngling qo'msaydi? Nimaga begona ayolning og'ushini quchasan? Insonning xatti-harakatlari egamizning ko'zi oldidadir. Egamiz odamning barcha ishlarini kuzatib turadi. Fosiqning ishlari uning o'zini ushlaydi. Gunohlari uni zanjirband qiladi. U ahmoqligi tufayli yo'ldan ozadi. Tarbiyasizligi dastidan o'ladi.